Assalomu alaykum. Doktor Salimov klinikasining ko'z ochuvchiga murojaatim. O'z xohishim bilan intervyu berishni xohladim. Men shu klinikaga 2020-yil 12-noyabrda o'ta og'ir ahvolda kelganman. Nafas qisish, allergiya bo'yicha. Hatto ikkinchi etajlarga zinapoyalardan ikkita bo'lib yetalab olib kelishgan. Juda ahvolim og'ir edi. Shu klinikaga kelib shifo topdim. Bosqichma-bosqich sekinlik bilan davolashadi. Gormondan chiqarib olishadi. Men Xorazm viloyatidan kelganman. Xorazmda ko'p klinikalarda yotganman oldingi 6 oydan. Dexamethasone efirlarini 10 grammlab dozasini baland holda olib, yana 6 oy ta'sir qilgan, o'sha 3 oyga tushgan. Undan 1 oy keyinchalik har kunim dexamethasone gormonlarga to'lib ketgan. O'ta og'ir ahvolda mana shu klinikani YouTube kanalidan kuzatib ko'rib, shu yerga olib kelishgan. Shu yerda yo'q, Xudoga ming qatla shukr. Sog'ligim ancha yaxshi, tuzalib qoldim. Doktorlarning muomalalari, davolari o'ta yaxshi. Tabiiy yo'l bilan davolashadi, gormonlardan chiqarib olishadi. Muhammadjon aka doktor juda kurashgan, oldin kelgan paytlarida kislorod apparatlarigacha, ballonlargacha olib bergan. Shu qiyin vaziyatlardan asta-sekinlik bilan chiqarib olishgan. Hozir mana Xudoga ming qatla shukr, juda yaxshiman. Sizlardan ham shu klinikaga kelib davolashlaringizni so'rayman.